Hech og'ir narsani ko'tarayotganda bel og'rig'idan aziyat chekkanmisiz? Esda tuting, noto'g'ri ko'tarish usullari jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Ammo xavotir olmang. Bugun sizga og'ir narsalarni xavfsiz va to'g'ri ko'tarishning 3 ta qoidasi haqida o'rgataman. Birinchi qoida: og'ir narsani ko'tarishdan oldin yelkangizni orqaga tortib, keyin belingizni to'g'ri tutgan holatda tizzalarni buking va narsaga yaqinlashing. Ko'tarmoqchi bo'lgan narsaga butun tanangiz bilan yaqin turish juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchi qoida: yukni ko'tarayotganda imkoni qadar tanangizni yaqin tuting. Bu esa yukni tanangizga teng taqsimlanishiga yordam beradi. Tik turish uchun belingizdan emas, balki oyoq mushaklaridan foydalaning. Uchinchi qoida: og'ir narsani ko'tarib turganingizda belingizni burishdan mutlaqo saqlanishingiz kerak. Agar yo'nalishni o'zgartirishga to'g'ri keladigan bo'lsa, tanangizni burish uchun kichik qadamlardan foydalaning. Bu belingizga tushadigan bosimni kamaytiradi. Mana jarohatlarsiz og'ir narsani ko'tarishning 3 ta oltin qoidasi haqida tanishtirdim. Bu videoni beli baquvvat bo'lishini istagan barcha do'stlarimizga yuborib